Futbol kutilmagan natijalarga boy va juda chiroyli o'yin. Yorqin gollar, ajoyib fintlar va jamoaviy o'yindan tashqari unda avtogollar ham bor. Подача в нашу штрафную площадь. Нельзя проиграть воздух. Нельзя забивать в свои. Нельзя забивать в свои. Федор Кудряшов. Sel yog'ayotmasini yomg'ir quyayotgan payt masalan men teganini ham bilmagan. Знаменитый bo'lasiz. Bunaqa ish qilib qo'ymaydi. Bu просто совпадение. Futbol tarixida shunday voqea bo'lganki, avtogol haqiqiy fojiaga sabab bo'lgan. Jahon chempionati 1994-yil Amerika Qo'shma Shtatlari. A guruhida Kolumbiya birinchi o'yinda mag'lub bo'ldi, ammo hali ham imkoniyatlarini saqlab qolmoqda. Kutilmalar juda katta. Kolumbiya saralash o'yinlarida atigi bir marta mag'lub bo'ldi. 6 marta g'alaba qozondi. Argentinani 5-0 hisobida mag'lub etgani o'sha paytlarda haqiqiy sensatsiya bo'lgan. Muxlislar Kolumbiyani jahon chempioni bo'lishiga ishonadi. Oldinda ikkinchi tur va keyingi o'yin mezbon AQShga qarshi. O'yinda g'alaba play-off uchun imkoniyat, mag'lubiyat esa musobaqani tark etish degani. Start hushdagi va dastlabki daqiqalardan maydonda haqiqiy kurash boshlandi. G'alaba har bir jamoaga kerak. 34-daqiqa. AQSh hujumda. Amerikalik futbolchi Jon Harks to'p bilan va uning uzatmasini bartaraf qilmoqchi bo'lib, Andres Escobar o'z darvozasiga karyerasidagi yagona avtogolni kiritdi. Keyingi daqiqalarda Kolumbiya vaziyatni o'nglashga harakat qildi, lekin baribir yakuniy natija 2-1 hisobida AQSh foydasiga tugadi va Kolumbiya oxirgi turdagi g'alabaga qaramay mundialni tark etdi. Futbolchilarni xavfsizlik uchun vataniga qaytishga shoshilmasliklarini maslahat berishdi. Andres bunga norozi. U Kolumbiyaning yirik gazetasiga intervyu berdi. Biz oldinga yurishimiz kerak. Qanchalik og'ir bo'lmasin, boshimizni tik tutishimiz shart. Bizda ikki yo'l bor. G'azabga taslim bo'lib zo'ravonlikni davom ettirish yoki buni yengib, boshqalarga yordam berish uchun qo'limizdan kelganini qilish. Tanlov o'zimizda. Shunday qilib terma jamoa o'z vataniga qaytdi va Escobar xalqni oldiga chiqishni istadi. Uning jamoadoshlari bu xavfli g'oyaligini aytishdi. Medellin shahrida dunyodagi eng taniqli narkobaron Pablo Escobar allaqachon yo'q edi. Ammo uning o'limi zo'ravonliklarni to'xtatmadi. Aksincha, shahardagi vaziyatni yanada tartibsiz qildi. Medellinda har kim o'zini boshliq deb his qilardi. Andres hech kimga quloq solmasdan o'zining sevimli shahridagi barga yo'l oldi. Barda Andresni ko'rganlar uni avtogol urgani bilan tabriklab, ustidan kulishardi. Andres esa javob qaytarmas edi. Tungi soat 3da parkovkada Escobar o'tirgan mashinada 3 ta notanish kimsa Andres bilan bahslashishni boshlashdi. Bir payt ulardan biri pistoletni olib Escobarga 6 marta o'q uzdi. Har bir o'q uzganda u gol deb baqirar edi. Keyinchalik uchala erkak ham Toyotaga minib voqea joyidan qochishdi. Escobar esa shifoxonada otishmadan 45 daqiqadan so'ng 27 yoshida olamni tark etdi. Guvohlar qotillar qochib ketgan avtomobil raqamini eslab qolishdi. Tergov izlari aka-uka galyonlarga borib taqaldi. Ular ilgari Medellin kartelidan chiqqan narkosavdogarlar edi. Pablo Escobarning o'limidan so'ng ular hech kimning e'tirozini, hatto Andresnikini ham ko'tarishmasdi. Aybdor sifatida galyonlarning qo'riqchisi Humberto Muñoz 43 yilga qamoq jazosiga hukm qilindi. Ammo muddatining choragini o'tib, namunali xulqi uchun ozodlikka chiqdi. Andres Escobarning o'ldirilishi Kolumbiyani larzaga soldi. Stadionlar bo'shab qoldi. Ko'plab futbolchilar terma jamoa uchun o'ynashni istamay qo'ydi. 4 yil ichida Kolumbiya FIFA reytingida 4-o'rindan 34-o'ringa tushib ketdi. 1998-yilda yana bir jahon chempionatida qatnashgandan so'ng keyingisini 16 yil kutishga to'g'ri keldi. Murabbiy Maturananing so'zlari bu fojiaga xulosa bo'ldi. Jamiyatimiz futbol Andresni o'ldirdi deb o'ylaydi. Yo'q. Andres futbolchi edi va uni jamiyat o'ldirdi.